Assalomu alaykum aka. Yordam kerak emasmi? Yo'q, aka rahmat, o'zim qilaman, aka rahmat. Ketavering. Ha, aka mayli. Ochsang-chi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Yordam kerak emasmi aka? Yo'q, aka rahmat. Mashina qolib qolibdi-da, hozir ochib olaman aka o'zim, rahmat. Kalit yo'qdimi aka? Kart ichida qolib ketibdi-da aka. Balki mana kalitni ochib ko'rarsiz. Mashina sizniki edimi? Meniki aka. Yo'q, qochmang aka, qochmang. Hammamizga erkakmiz aka. Erkakchasiga gaplashib olamiz. Nima olmoqchingiz mashinadan? Magnitofon olmoqchi edim aka. Qizim kasal aka. $10 pul yetmagandi. Shunga olmoqchi edim. Bazachada $8 pul bor ekan. Agar muhtoj bo'lsangiz oling. Men roziman. Qizingizni qo'ldorlarga ishlatasiz. Meni ham 3 nafar farzandim bor. Men ham shuni mashinani ketdan tirikchilik qilaman. Sizga beraman degan $8 pulimni $500 arendasini beraman mashinamdan. $300 kvartiraga beraman. Men ham hozir doktorxonadan kelyapman. Onamning mazalari yo'q. Qo'ldorga pul kerak. Sizdan ham qizingiz mazasi yo'q bo'lsa, oling shu pulni, men roziman. Yo'q aka. Bo'ldi, kerak emas aka, rahmat. Ana pulni olib qo'ying aka. Ja ko'rmasa qizingiz dorilarga yetadi. Rahmat aka. Lekin aka, bu ishingizni boshqa qilmang. Farzandlaringizga harom luqma yedirmang. Rahmat aka.